Salom qizlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan birga pul haqida gaplashamiz. Qanaqa qilib boy bo'lish haqida va nima qilsangiz sizdan bir kambag'allashib ketasiz. Va hozir hamma muhim punktlarni aytaman. Atrofimda boy odamlar, unaqa tanishlarim bor, yaqinlarim bor va o'shalardan imini hammasi bilan gaplashib, o'shalardan kelib chiqib men video chiqaramoqman va xudo xolis shu maslahatlar eshitganingizdan keyin o'zingizga применять qilsangiz обязательно sizni ham sekin-sekin finansiviy, ya'ni pul taraflama o'zgarishni boshlaydi. Nega bu haqida men haqqim bor gapirishga? Chunki alhamdulillah men ham har oyga ancha yaxshigina summaga chiqqanman. 5 yil oldin turmushga chiqqanimdan keyin faqat oddiy uy begasi bo'lib uyda o'tirganman qizlar. Bu yaxshi narsa uyda o'tirish. No, imенно men doim moliyaviy erkinlikka erishkim kelardi va qanaqa qilib uyda o'tirib bu narsani qilishni bilmas edim. No, alhamdulillah hozir mana ko'rayotganlaringizdek men uydaman. Ikkita farzandning onasiman va turmush o'rtog'im bor, ota-onam bor. Hali ham hech nima o'zgarmagan, lekin moliyaviy holatim alhamdulillah yildan yilga faqatgina o'sib boryapti. O'tgan yil ham men juda ham katta o'sish bo'lgan imенно moliyaviy taraflama. O'zimga o'shanda BYD mashina oldim, sovg'a qildim. Nexia ham bor edi. Birinchi blok yuritgan paytim Nexia olganman o'zimga. Ikkinchi yil mana BYD oldim va mana 3-yil xudo xolisa ota-onamga chiroyli katta uchastka sovg'a qilishga mana harakat qilyapman. O'sha paytda ancha pul yig'ilgan, faqat yana ozgina qoldi. O'shani ozgina naqd bo'lsam, xudo xolisa chiroyli uchastkalar bilan sizlar bilan ham bo'lishaman inshaalloh. Birinchi punkt, даже kichkina kartangizga tushayotgan pullarga ham xursand bo'lish. Juda ko'plar mensishmaydi kichkina даже pullarni ham qizlar. Har kuni meni ham kartamga pul tushadi va har biriga men shunaqa xursand bo'laman. Shunaqangi xursandchilik bilan, energiya bilan o'sha pullarni kutib olaman qizlar. Pul ham uni qadrlashni yaxshi ko'radi qizlar. O'shaning uchun harakat qilinglar. Sizlarni kartalarga 1000 so'm tushdimi, 1000 so'mga xursand bo'linglar. 10 ming tushdimi, 10 mingga xursand bo'linglar. 1 million tushdimi, 1 millionga xursand bo'linglar qizlar. Bu oddiy summa emas. Kimdir bu haqida orzu qiladi. Hech kim kartasiga har kuni pul tushmaydi. Pul tushsa, qachon pul tushsa, har biriga xursand bo'lishga harakat qilinglar. Shu kichkina summaga hozir xursand bo'lasizlarmi? Inshaalloh katta summalar ham keladi. Katta summalarga ham xursand bo'lasizlar. Lekin kichkina summalarni mensimay qo'ymanglar. Ikkinchi, sizlarga banalni eshitilishi mumkin, lekin qancha topsangiz, o'shandan kamrog'ini ishlating. $200 topishsa, $200 sarflashadi, $1000 topishsa, $1000 sarflashadi, 1 million topishsa, 1 millionni sarflashadi qizlar. Unaqa qilish kerak emas. Qancha topasiz? Masalan, $100 topasizmi? Iltimos 30%ni, 20%ni chetga olib qo'ying va qolganini iltimos o'zingiz rasxodlaringizga ishlatishga harakat qiling. No, qancha pul topsangiz hammasini ishlatmang. Afsuski siz faqatgina kambag'al bo'lib ketasiz va hech qachon finansiy podushkangizga ega bo'lmaysiz. Sizlar qanchalik muhim biza ayollarga imенно o'zimiz moliyaviy taraflama himoyaga ega bo'lishimiz juda ham muhim. Shunga harakat qiling. Qancha topsangiz, ozgina foizini iltimos chetga olib qo'ying. Yig'ishni o'rganing. Juda ham ko'plarda muammo ekan yig'ish. Men juda ham kuchli taraflarimdan biri bu yig'ish, lekin afsuski ishlatishni bilmayman. Shu narsa mening muammoim, lekin juda ham zo'r bilaman yig'ishni. O'shaning uchun BYD olganman, o'shaning uchun Nexia olganman, o'shaning uchun men yaqinda ota-onamga chiroyli katta dangalama xudo xolis uchastka olib bermoqchiman qizlar. Shuning uchun yig'ish juda ham muhim qizlar va qancha ishlab topsangiz, o'shandan kamrog'ini ishlatishga harakat qiling. 3-punkt juda ham muhim punkt va hamma atrofimdagi kim boy, ya'ni puli ko'p, yaqinlarim bo'lsa, tanishlarim bo'lsa, hammasi shu ishni qilishadi. O'zlari qilishmasa ham, imенно finansiy direktorlari yoki yordamchilar bu ishni qilishadi. Nega faqat oyog'imni ozdirishga mashq qilyapman dedim. Chunki qornimni o'sha polniy 2 oyda kirgizib oldim. Ko'rayotganingizdek. Qanaqa qilib xonzoda desangiz, albatta o'zim ozdiruvchi korsetim bilan. Buni o'zim sotaman va o'sha minglab klientlarim bor. Mana har kuni quyilib odzivlar keladi. Alhamdulillah. Bilasizlar, ba'zi boshqa qizlar natijaga berishiga ishonmagan sababli men ularga ko'rsatib qo'ydim. Tug'ib, raddomdan tushib, qornimni do' holatini olib, bir hafta qizlarni ko'zini oldida korset kiyib yurdim. Va natija qanaqa bo'ldi bilasizlarmi? Bir haftada qornimdan 10 cm ketdi. Belimdan esa 5 cm ketdi. Qizlar bu natijamni ko'rib, "Vau, xonzoda" deb korset natija berishiga endi ishondim deb amin bo'lishdi. O'sha eksperimentdan keyin ishonib, keyin qizlar rosa ko'p korset olishdi. Bu korsetning ming xili bor. Ko'rinishi bir xil bo'ladi-yu, sifati har. Qancha klientimiz arzon narxiga uchib, sifatsiz korset olishgan. Men original olgan klientimizdan odzivda o'qisanglar bo'ladi. 2 oldin ko'payishgandim, qornim osilib qolgandi. O'zimdan L razmer korset olgandim. Ozgina vaqtdan so'ng kengayib tashlab qismiga qo'ydi deb yozibdi klientim. Endi esa mendan korset olgan qizlarning ovozlarini eshitinglar. Assalomu alaykum xonzoda, yaxshimisiz? Men Qoraqalpoqlik klientingizman xonzoda. Sizdan 1 oy oldin rosa 10 avgustda sizdan korset xarid qilgandim. Mana ko'ring, rasmlarimni ham tashlab qo'yibman. 10 avgustdan taqib boshladim. 22 avgustdagi natijasini ham tashlayapman. Mana 12 sentyabrda bugun vaqti zo'r bo'lma natijaga erishdim. Sizga kattakon rahmat. Oldin rostini aytsam ishonmagandim. Qancha dorilar yeb yurardim. Ana ozdirishga gapaxudini dorilardan ichganman, fizioterapiya qilganman, dieta qilganman, o'zimni qiynab rosa. Mana oldinroq ko'rmagan ekanman. Korset bilan dorisiz, dietasiz shunaqangi ozdim, shunaqangi natija berdi. Kattakon rahmat sizga. Assalomu alaykum xonzoda, yaxshimisiz?
korset olgan edim sizdan. Ishoning, dahshat. Taqib-taqmay yurganimda. Berilib har kun taqmayman. Shunda ham shunaqa rezultat bo'lmay, ishoning. Shunaqa duo qilaman sizni. Ya'ni shimlarim chiroyli turmayotganiga jahlarim chiqib ketdi. Qorinim kirdi eng glavnisi. Dietada ham, kofeda ham kirgizolmadim. Korset bo'lmay, ishoning. Hammaga tavsiya qilib chiqaman. Sizga kim telefon qilgan bo'lsa, o'rtoqlarim yoki tanishlarim bo'lishi mumkin. Shunaqa zo'r bomba, baraka toping. Shunaqa xursand bo'lishimizga sababchi bo'lganingizga ham xursandman. Baraka toping. Men har xil buni sifatini sotib ko'rganman va eng ishonchli va natija beradiganida to'xtaganman. O'shanga boshqalarni arzon sifatsiz mahsulotiga aldanib qolmanglar. Ularni bir yurganingizda cho'zilib dabdala bo'lib ketadi va pulingizga kuyasiz. O'shanga sizni tug'ruqdan keyin qorningiz qolib ketdimi yoki kesirov bo'lib osilib qoldimi qorningiz va bo'ksalaringiz yoki siz qiz bolasiz va lekin qorningiz chiqib qoldimi bo'ksalaringiz bilan. To bu korset aynan siz uchun. Qorningizni polniy kirgizib beradi. Bo'ksalaringiz bilan osilgan qorningizni ham tortib kirgizib ozdirib beradi. Bellaringizni esa ingichka qilib beradi. Orqa belingizdagi yog'larni ham eritib beradi. Liboslar sifati ideal, yuvib ishlataverasiz. Sifati umuman o'zgarmaydi. Ish qilayotganingizda ko'tarilib ketmaydi, aylanib ketmaydi, boshqa arzon korsetlarga o'xshab. Kiyim tegidan ham umuman bilinmaydi. Bemalol kiyib o'qishga, ishga kiyib borsangiz bo'ladi. Даже to'ylarga chiroyli qo'yningiz tegadi. Bu korsetni kiyib umuman dieta qilmasangiz ham bo'ladi. Dietasiz qorinlaringiz kirib ketadi inshaalloh. Qatdan olsam bo'ladi desangiz, albatta mendan. Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab bepul qizlar. Yoniga shunaqa sovg'alar ham qo'shib beramiz. Xonzoda men kerak narsa ekan, zakaz qilmoqchiman desangiz, hoziroq shu Telegramga yozinglar. Faqat shu Telegramdan zakazlar qabul qilamiz. Boshqa telegramlarga aldanib qolmanglar. Viloyatda bo'lsangiz pochta orqali 1-2 kunda boradi. Toshkentda bo'lsangiz o'sha kuni qo'lingizga yetib boradi. O'shanga biling, qancha vaqtlik boshlasangiz korset taqishga, shuncha tez natijaga erishasiz va qorningizdan xalos bo'lasiz. Tug'ishingizga 1 yil bo'ladimi, 10 yil bo'ladimi, bemalol korset taqsangiz, albatta qorningiz kirgizib beradi. Ya'ni o'zingiz rasxod va do'xodlaringizni yozib yuring. Juda ko'plar o'ylashadi, men xudo xolis pulim ko'p bo'lsa bu ishni qilaman deb o'ylashadi. Yo'q, hozirdan boshlab, hozirdan bu odatni kiritishga harakat qiling. Chunki pulni hisoblasangiz, qancha rasxod qilayotganingizni bilasiz va qancha kerak emas narsalarga rasxod qilayotganingizni ham ko'rasiz. Ko'p hozir Instagramda shunaqa gaplar ketadi. Qancha ko'p sarflasang, shuncha ko'p keladi. Da, shunaqa narsa ishlaydi rostdan ham. Ko'pladi. No, na mashinangiz bor, na uyingiz bor, na moliyaviy podoshkangiz bor, na qanaqadir qattiq fundamentingiz bor. Agar sizda shunaqa fundamentingiz yo'q bo'lsa, hozir ozgina iltimos o'ylabroq pulinglarni ishlatinglar. Kerak emas rasxodlarni kamaytirishga harakat qiling. Boshiga biznes ochgunizcha, biznes yaxshi yurib ketguncha ozgina boshida tejaymiz pulni va keyin inshaalloh bemalol ishlatasiz. Vaqti keladi, bemalol pulni ishlatadigan vaqtda. Hozir iltimos rasxod, doxodlaringizni yozib, rasxodlaringiz qancha behuda ishlatayotgan pulingizni sal chatdan tejang. O'zingizdan ayamen demayapman, prosta kerak emas joyga ishlatmang va doxodlaringizni ham обязательно yozing. Ko'plar o'ylashadi, что men tam $300 topaman deb o'ylashadi. No, na samом деле расходlar bilan birga hisoblasa, вообще tenma-ten 0 topayotgan bo'ladi odam. O'shaning uchun обязательно doxodingizni ham, ya'ni qancha pul topayotganingizni ham yozing. Hasab 6 oy bu narsani qilinglar. Qizlar уже ancha ko'rasiz, kerak joyga ishlatmasligingizni va ancha finansiy taraflama sizni bilimdonligingiz oshayotganini bilasiz. Ozgina uzr g'alati gapirsam o'zbekchada, chunki men ko'proq rus tilida gaplashishga o'rganganman. No, sargam foydali video qilish uchun harakat qilaman. Shu bilmaydigan o'zbekchamni ham chiroyli qilib sizlarga yetkazib berishga. To'rtinchisi bu analiz qilish, qayerga pul ketyapti, qayerga ketmayapti. Ya'ni siz bog'chaga pul sarflaysizmi, biznesingizga pul sarflaysizmi, sog'lig'ingizga pul sarflaysizmi, nimaga pul sarflayapsiz, o'sha narsani ham обязательно biling qatga nima ishlatayotganingizni. Chunki 6 oy хотя бы shu narsani qilsangiz, bilasiz, что siz yaxshi narsalarga pul sarflayapsiz va qancha pul sarflayotganingizni bilasiz va qancha topishingiz kerakligini bilasiz. Xullas, moliyaviy taraflama ancha siz analizlar qilishni o'rganib, erkin bo'lishga xudo xolis harakat qilasiz. Keyingi punkt, men o'ylaymanki, o'zi bu videoni ko'rayotganda ko'plarning asab buziladi. Chunki pul temasi juda ham triggerli tema. Lekin qizlar pulni hurmat qilsangiz va yaxshi ko'rsangiz sizga keladi. Iltimos, bolalarga bizga yoshligimizdan bizga hammamizga o'rgatgan, что pul kir narsa, puling bo'lsa seni olib ketib qoladi, qatgadir qamoqga tiqib qo'yadi. Pul yomon narsa deb afsuski ko'plarimizga yoshligimizdan, SSR vaqtlardan o'rgatishgan afsuski qizlar. No, pul yaxshi narsa. Pul hayotimizga komfort olib keladi. Pul bizning hayotimizni yaxshilaydi. Pul bo'lsa sog'lig'ing ham zo'r bo'ladi. Pul bilan juda ham ko'p muammolar hal bo'ladi qizlar va pulni hurmat qilishni o'rgatinglar. Bolalarga ham pul yaxshi narsaligini o'rgatinglar qizlar. Halol taraflama topsa, yaxshi yo'llar bilan topsa, nega yomon? O'zingiz mehnating bilan topsang, to'g'rimi? Pulni hurmat qilinglar, pulni yaxshi ko'ringlar, o'shanda ham u sizga keladi. Yaxshi xursandchilik bilan. Chunki pul ham qattiq hurmat qilsa, qattiq uni yaxshi ko'rishsa, o'sha kelishni yaxshi ko'radi. Chunki pul energiya. Energiyangiz yaxshi bo'lib, pulga munosabatingiz yaxshi bo'lsa, sizga ham chiroyli qilib
oqim sifatida chiroyli bo'lib keladi. Keyingi punkt обязательно o'zingiz uchun magnit, pul uchun magnitni yaratib qo'ying. Masalan, kreditlar, рассрочкаlar, nasiyalar pulni olib ketishsa, to siz pulni naborot olib keladigan narsani yarating. Bu masalan seyf bo'lishi mumkin yoki kopelka bo'lishi mumkin. Shu narsani xatgadir qo'yib qo'ying. O'zingiz shaxsiy shunaqa magnit, pul uchun magnitingiz bo'lsin va har kuni o'tga определенный summani qo'ying. Ya'ni 5000 bo'lsa 5000, 10000 bo'lsa 10000, 1000 so'm bo'lsa 1000 so'm, 100 ming bo'lsa 100 ming. O'zingiz pul topishingiz darajasiga, pul topmasangiz turmush o'rtog'ingiz qancha sizga beradi? O'shandan hatto shu 5000 ni olib har kuni o'sha yerga seyfingizga pul solishga harakat qiling. Bu sizni magnitingiz bo'lsin. Pul keladigan magnitni yaratib qo'ying. Pul energiya va qancha sizni o'sha yeringizda pul yig'ilsa, shuncha siz ham energiya, ertangi kuningiz haqida bezda bo'lishingiz kamayadi. Xudo xohlasa siz xotirjam bo'lasiz. O'shaning uchun pulni magnit qiladigan narsani yaratib qo'ying. Kopilka yoki seyf sifatida. Keyingi punkt qizlar, bu norma qachongi sizda har kuni pul yaxshi qo'yilib kelmasa. Ya'ni bitta oy yaxshi bo'lishi mumkin, keyingi oy yomonroq bo'lishi mumkin. Masalan, hozir yanvar, hammada suvda tushgan payti. Menda ham hozircha hammasi ideal emas qizlar. Har oy qizlar chotki pul, har oy 10x bo'lib o'sish shart degan emas. Hammada pul taraflama provallar bo'ladi va bu normal. Bu narsaga normal относиться qilinglar va o'zingizlar shu vaqtga o'ylab topinglar, nima bilan shug'ullanasiz, analiz qiling biznesingizni, nima yaxshi ketyapti, nima yaxshi ketmayapti. Xolos hammada finansiy provallar bo'ladi va bu normal holat. Bu haqida o'zingizlarni qanaqadir stressovat qilmanglar qizlar. Eng asosiysi pul taraflamayotganimda shu prosta yildan yilga хотя бы nechidir foizga, ya'ni o'tgan yildan ko'ra bu yilga siz ko'proq pul topishingiz kerak. Ozgina foizga har yil 10x qilish shart emas. Ya'ni $100 topdingiz, keyin safar $1000, keyin safar $100,000 unaqa jaz kachoklar bo'lsa bo'lmaydi. Naborot sekin sizni pul miqdori sekin ko'paysin, zato stabilность bo'ladi. Menda ham har yildan yilga daromadim rosa menda na samom деле 10x bo'lib unaqa qilgan. Xolasa hozir sekin уже stabillashyapman, ya'ni yildan yilga ozgina foizga bo'lsa ham pulim o'tgan yildan ko'ra ko'paysin degan niyat o'zimga maqsad qo'yganman-da. Резкий skachoklar kerak emas, chunki резкий skachok bo'lsa, to откатам резкий bo'ladi. Shu narsa bo'lmasligi uchun men sekin xudo xolasa disiplina tarzda, chiroyli tarzda daromadim yildan yilga sekin ko'payishini xohlayman. Va shu narsa bo'lsa, stabilность bo'lsa, to ancha xudo xolasa yillar davomida yaxshi urovenda saqlanib borasiz. Резкий skachok keragi yo'q. Keyingi punkt, men boy tanishlarimdan bilaman, что kredit olmaslik. O'zi bu islomda umuman mumkin emas narsa, no kredit boylar umuman olishmaydi, ya'ni ularga невыгодный kredit olishmaydi. Ya'ni kredit olishsa ham qanaqa kredit olishadi? Uy olishadi kreditga va u anaqa inflyatsiya bo'lgani sababli xolos именно u uyni narxi oshdi boshlaydi. Pul esa обесцениваться qilishni boshlaydi va bu uy naborot ularga foyda olib keladi. Masalan, qanaqadir потребительский kreditlar, ya'ni siz faqatgina juda yuqori foizlar bilan siz faqatgina sasat qiladigan kreditlar keragi yo'q qizlar. Umuman kredit olmaslikka harakat qiling. Kredit yomon narsa. Minusga ishlaydigan kreditlarni olishmaydi qizlar. O'shaning uchun sizlar ham olmaslikka harakat qilinglar. Keyingi punkt, bu boylar bilan muloqot qilish. Ya'ni siz atrofingizda afsuski kambag'allar bo'lsa hammasi va o'shalar bilan muloqot qilsangiz, 5 ta kambag'al bilan gaplashsangiz, 5-chi siz bo'lasiz. Boylar bilan 5 tasi bilan gaplashsangiz, to 5-chi boy yaqinda siz bo'lasiz degan maqol bekorga emas qizlar, chunki bu rostdan ham ishlaydigan narsa. Masalan, yaqinda men ham Instagramda bitta blogerlar bilan tanishganman. Hammasi bitta krupka mastermind qilganmiz-da va hammasi o'tda $20,000 dan yuqori daromad topishganda. U paytda men $2,000 topganman qizlar, 10 barobar kamroq. No krupka men ham случайно kirib qolganman. Baribir ham ularning влиянияsi ham, ularning fikrlash doirasini ko'rganman. Ular qanaqa nima qilishlarini ko'rganman. Ulardan primer olganman va bilasizlarmi, sразу 6 oydan keyin резкий men daromadim $20,000 ga oshgan qizlar. Prям bu juda ham mifически eshitilishi mumkin, no rostdan ham bu narsani men o'zimda sezganim uchun bu punktda hozir shu video qo'shdim. Da boylarga sizlar bilan qiziq bo'lmasligi mumkin gaplar. Boylar bilan hozir muloqot qilishga vaqt unaqa tanishlaringiz bo'lmasligi mumkin boy. Hatto shu yaxshi daromad topadigan blogerlarni kuzating, podkastlarni eshiting. Siz hayotingizni, siz unaqa yashamoqchi bo'lgan hayotingizni kim yashayapti? O'shalarning maslahatini oling, o'shalarni kuzating. U ham sizni уже окружениеңiz deb hisoblanadi. O'shaning uchun harakat qiling. Faqat shu успешный, sizga yoqadigan odamlar bilan gaplashishga qizlar va bu keyingi успешный odam siz bo'lasiz xudo xolasa. Keyingi punkt обязательно bu pulni qilish kerak. Ya'ni pul prosta yotsa bo'lmaydi, yig'ilib qizlar. Masalan, men hozir, конечно, uyga yig'mayman, no juda ham katta foizi pulimni faqat biznesda ichak
kiryapti-da. Ya'ni biznes pul olib kelayotgan biznesingiz bo'lsa, shu chiqayotgan pulini yana pul qilish uchun yo'naltiring uni. Обязательно, chunki pul bitta joyda yotish kerak emas. U energiya, u aylanishni yaxshi ko'radi. Bitta joyda turib qolishni yaxshi ko'rmaydi. Bitta joyda turib qolsa, u aynib chirib ketadi. O'shaning uchun harakat qiling. Pulni, shu turayotgan pulingizni yana qanaqadir ko'paytirishga harakat qiling. O'shandagina siz boyurasiz va boyurasiz. Faqat o'ylab, hamma narsani analiz qilib, risklarni hammasini pasaytirib, hamma risklarni ko'rib chiqib, keyin qilishga harakat qiling. Eng punkt, boy bo'lganingizdan keyin sizga juda ko'p yo'llar ochiladi va juda ko'p narsa tekinga aylanadi. Ya'ni masalan, men hozir blogerman va alhamdulillah pulim bor hamma narsani olishga. Alhamdulillah shu daromadim yaxshi bo'lgani sababli, blogim bo'lgani sababli menga почти hamma narsa tekinga keladi. Masalan, men begovoy doroshka $200 turadi, to'g'rimi? Bu narsani o'zim beraman, olsam bo'ladi. No bloger bo'lganim sababli menga bu narsani tekinga olib berishdi. Qizlar, aytmoqchiman, boy bo'lish yaxshi qizlar. Bilasizlarmi, juda ham ko'p bilaman. Ya'ni Gucci, Prada, Hermes hamma xullas boy odamlarga o'zi skidishni kartalarni ham tarqatishar ekan. Zo'r restoran ochilsa, zo'r magazin ochilsa, boylarning bazasi bo'ladi-da va o'shalarga o'zi skidishni kartalar hammasi tarqatilgan bo'lar ekan. O'shaning uchun aytmoqchiman, boy bo'lish yaxshi. Bu narsaga o'zingizning nazarlarni yaxshi taraflarga qaratinglar va xudo xolasa boy bo'lsanglar, qizlar, hamma narsa, ko'p narsalarga o'zi tekinga aylanadi. Primom смысле. Keyingi punkt qizlar, boylar juda ham disiplinirованный odamlar, ya'ni tartibli, intizomli odamlar. Har kuni sport qilishadi. O'shaning uchun na samim деле bilasizlar, men sport bilan shug'ullanaman, chunki boy bo'lish uchun, imенно disiplinirованный bo'lish uchun bitta narsani qat'iy ravishda, fokus ravishda qilish kerak bo'ladi. Bu narsa qayerda qilsa bo'ladi? Sportda qilsa bo'ladi. Juda ko'p odamlar, boylar o'zining sog'ligiga qarashadi, sportga qarashadi va bu atrofida juda ham kuchli ishlashadi qizlar. O'shaning uchun iltimos, o'zingizlar disiplinirованный, intizomli qilishga harakat qilinglar, chunki intizom bor joyda обязательно natija ham bo'ladi va sport qilsanglar juda energiya to'lasizlar va qattiq nagruzkalarni ham ishda bo'ladimi, biznesda bo'ladimi, shu nagruzkalarni ham уже выдерживать qilishni o'rganasizlar. Chunki sportda nima kerak? Выдержка kerak, sabr kerak, disiplina kerak. Shu narsani именно boy odamlarga kerak xislatlarni sport ham barabat qiladi. Keyingi punkt, boylar удовольствие qilishni bilishadi. Ya'ni boylar nafaqat pul topishni bilishadi, ular yaxshi yashashni ham bilishadi. Biz siz bilan nimadan boshlashimiz mumkin? Masalan, hozir pulingiz yo'q, qanaqadir yaxshi restoran bormi, o'shani bilasizmi, o'shanga boring, kofe iching, qanaqa boylar yashashini, qanaqa bular ovqatlanishini, qanaqa bular fikrlashini, просто restoranga boring, kofe zakaz qiling, o'sha yerda o'tirib bitta iching, atrofingizni kuzating, shunaqa katta energiya olasiz qizlar va boylar oddiy odamligini ko'rasiz va bu narsaga siz ham erishishingiz mumkinligini ko'rasiz. Ya'ni faqatgina shu orzu qilmasdan, уже sekin-sekin shu biz shu narsalardan удовольствие olishni o'rganishimiz kerak. Keyingi punkt qizlar, boylar dolgga, ya'ni qarzga berishmaydi qizlar. Qarz kerak bo'lsa, iltimos bankka bor, o'sha yerdan qarz olgin. No, qarzga bermanglar qizlar. Eng yaxshi sposob o'zingizni, yaqiningizni, do'stingizni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, qarzga bering, bo'ldi. Sizlar обязательно kommentariyada yozinglar, qarzga berganmisizlar, yo'qmi va qanaqa vitogi bo'lgan. Chunki men masalan har safar qarzga berganimda bilamanki, что men afsuski odam haqida yomon fikrga уже o'zgarganman, chunki pul bergandan keyin как будто san qarzdor-da, o'sha odamning orqasidan yurasan-da va bu afsuski juda ham ko'p energiyani sasat qiladi qizlar. O'shaning uchun iltimos harakat qilib qarzga bermaslikka va qarzga olmaslikka. Chunki qarzga olsangiz ham sizga energiya sasat qilishadi, qarzga bersangiz siz ham energiyangizni baram sasat qilishadi qizlar. Bu narsa afsuski yaxshi emas. Yo'q deyishni o'rganinglar. Qanaqa qilib yo'q deyishni, qarzga bermaslikni o'rganish haqida men Telegram kanalimda joyladim postda, обязательно o'sha yerga kiringlar va u yerda maslahatlar berganman. Qanaqa qilib qarzga so'rasa nima deyish kerakligini o'sha yerga joylaganman. Обязательно kirib ko'ringlar. Kanal juda ham ko'p foydali boshqa ma'lumotlar bor. Kommentariyalarni ochsangiz, o'sha yerda o'zimni shaxsiy lichkamni qoldirganman Telegram va kanalimni qoldirdim. O'sha yerdan bosib sразу kirsangiz bo'ladi. Keyingi punkt qizlar, pul o'zi желаниеga, ya'ni maqsadingizga keladi. Ya'ni qanaqa maqsad? Masalan, siz men aytmoqman, men yaqinda xudo xolisa ota-onamga uy olmoqchiman va shu maqsadim uchun alhamdulillah har kuni pul keladi. Alhamdulillah va shu narsani yig'ib, xudo xolisa yaqinda shu narsani amalga oshiraman. Va xuddi shunaqa, agar sizda maqsadingiz yo'q bo'lsa, iltimos bu 100 ta maqsadni bugunoq o'tiring, daftar oling va 100 ta maqsad, 100 ta xohish o'zingiz uchun yozib chiqing va shu xohishlaringizga sekin-sekin o'zingiz ahamiyat berasiz. Pul kelishni boshlaydi va обязательно pul kelgandan keyin uni обязательно sarflash kerak qizlar. Faqatgina olib qo'ymanglar, boshqa narsaga ishlatib qo'ymanglar. Обязательно xohishingizga pul keldi, masalan
masalan iltimos bu faqat oshiqcha puldan bo'lsin-da, ya'ni oyligilardan emas yoki erkaklarni oyligidan emas. Masalan siz qanaqadir OLXda nimadir sotib yordingiz yoki biznesingizdan ozgina nimadir sotildi. Shu narsadan o'zingizni xohishlaringizni sekin-sekin yopishga harakat qilinglar. Rostdan ham pul xohishga keladi. Qachonki men o'tgan yil BYD olaman deganimdan keyin shunaqangi pul tez kelishni boshladi. Конечно, men katta mehnat ham qildim. Bu xullas mehnatni o'rni juda ham katta. Pul osonlik kelib qolmaydi. No, o'shanga yarasha men xohishim ham kuchli bo'lgan, o'shanga motivatsiya bo'lgan ishlashga va motivatsiya bo'lgandan keyin kuchli pul topishni boshladim va alhamdulillah yozda iyulda qizim tug'ilishidan oldin va qizim tug'ilgan kunda BYD mashinam chiqqan. Keyingi punkt, boylar благотворительность qilishadi, ya'ni zakot berishadimi, qiynalganlarga yordam berishadi va eng muhimi, eng birinchisi siz nima qila olasiz? Agar oshiqcha pullaringiz bo'lsa va qat'iyadir kimgadir yordam bermoqchi bo'lsangiz, birinchi o'chirda boylar обязательно ota-onasiga yordam beradi. Ota-onaga yordam berish bu farz qiladi deb o'ylayman. Chunki oshiqcha pulingiz bormi, birinchi yaqiningizdan boshlang, o'shalarga yordam bering. Xudo xolis keyin остальноylarga qilaverasiz. No, eng katta savob ota-onaga qilgan yaxshilik va pul taraflama yordam bersangiz yoki boshqa taraflama hatto mehnatingiz yoki qarash e'tibor bilan o'sha bilan ham siylasangiz ota-onangizni, juda ham bu ham благотворительность bo'ladi, ya'ni ehson sifatida ajraladi qizlar. Boylar hammasi ota-onasiga yordam berishadi. Sizlarga ko'rsatmasligi mumkin, no, juda ko'plar ota-onaga yordam berishadi va bu ham men ularning xislatida hurmat qiladigan narsalardan biri qizlar. Va eng asosiysi, boylar o'zi nega boy? Chunki hamma ishni o'zlari qilishmaydi, делегировать qilishadi. Ya'ni xullas o'zi qilmasa bo'ladigan ishlarni hammasini yordamchilarga yuklaydi. Masalan, men hozir hammasi imенно korset bo'yicha biznesimim yoki blogim bo'yicha biznesimga yordamchilarim bor va o'shalarga o'zimni vazifalarimni mensiz qilish mumkin bo'lgan narsalarni hammasini делегировать qildirganman. Ya'ni hozir uy uborkasini, ovqatlarni men afsuski qilmayman qizlar, bu hammasini делегировать qilganman, chunki men eng asosiyga fokus berganman, ya'ni kontent chiqarishga qizlar. Va xuddi shunaqa boylar hammasi imенно faqatgina o'zi qilish kerak, faqatgina masalan men qilmasam bo'lmaydigan ishni men qilaman, men qilmasam bo'ladigan ishni boshqalarga делегировать qilaman. Juda ko'p boylar bilasizlar, o'zlari qo'li bilan hech nima qilishmaydi, hammasi ishlari bo'ladi qizlar. Shu o'ringa sekin-sekin sizlar ham chiqishga harakat qilinglar. Birinchi o'chirda yordamchi olinglar, keyin yanka olinglar, keyin povar olinglar, keyin povar emas, uy yordamchisi olinglar. Shunday qilib sekin-sekin делегировать qilishni o'rganinglar qizlar. Bilasizlar, videom shu punktlardan iborat. Sizga yoqdimi yo'qmi, обязательно like qo'ying qizlar. Like qo'yish ham благотворительность ehson sifatida bo'ladi, chunki bu meni kanalimni поддержка qilishga yordam beradi. Men sizlarga shunaqa vaqt sarfladim, energiyam sarfladim va sizlar ham bu energiyani o'zlariga kiritdinglar, bilimlarimni oldinglar, maslahatlarimni oldinglar qizlar. O'shaning uchun like qo'ysanglar, bu обмен energiya bo'ladi. Hammasi o'shanda balansda bo'ladi qizlar. Like qo'yinglar, kommentariy yozinglar, qaysi punktlar bilan согласенsiz, qaysi punktlarni o'zingizga olasiz, qaysi punktlarni yo'q va obязательно Telegram kanalimga o'tinglar. O'tda men aytganimdek, qanaqa qilib qarzga bermaslik haqida savetlar sizlarga berganman qizlar. Kanalimga obuna bo'linglar, sizlarni yaxshi ko'raman. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr, sizlar bilan Xonzoda Akbarova bo'ldi. Bye bye.